Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali a'zolari. Bugun 28-oktyabr 2025-yil. Mana bir laboga, bugungi 3-laboyimizga ham tunuka o'rab bo'ldik. Bu laboni egalari Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidan yetib kelibdilar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida. Do'stlar, yaqinlar, mana shunaqa atrofiga tunuka o'rab berdik. Amakimizni labosini, shumkalarini qildik. Mana bu joylariga mana kontent pollar qo'ydik. Bu narsalar tormizga tegadigan bo'lsa bukilmaydi, ramaga ham o'tkazmaydi, tunikani o'zi ham bukilmaydi. Penaplekslar ham joy-joyda qilingan, ichlariga hashay-pashaylar tushunmay, yo'llar bukilgan. Bu joylari ham polni bukilgan holatda bo'ladi, ochganda qo'lda ilmaydi. Bunaqa sondiqlari ham bor. Sondiqchalar qo'yib qo'yganmiz, akkumulyator bu yondan ham yashiradi. Qalin 1.8 sondiqlar bo'ladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzil aytib o'tdik, Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida. 1 soat ichida chiroyli o'rnatib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa yozib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.